Talabalar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun navbatdagi amaliy darsimizni boshlaymiz. Bugun darsimizda kimlar yo'q ekan? Davomat qilib olaylik. Bugun darsimizda to'liq hamma kelgan, 12 ta odam hamma darsda bor. Rahmat. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi amaliy darsimiz surunkali gepatit, jigar sirrozi bilan kasallangan bemorlarda hamshiralik ishi mavzusini o'tamiz. Esinglarda bo'lsa, biz bu mavzuni sizlar bilan nazariy darsimizda o'tganmiz. Nazariy darsimizda surunkali gepatit, jigar sirrozlarini etiologiyasini, klinik belgilarini, davolash, oldini olish, asoratlarda qanday shoshilinch yordam ko'rsatish kerakligini biz sizlar bilan o'tgan edik. Bu kasalliklar haqida sizlarda ma'lumotlar yetarli deb o'ylayman. Ana endi bugungi amaliy darsimizda nimani o'rganamiz bu kasalliklar bo'yicha? Amaliy darsimizda surunkali gepatit, jigar sirrozlari bilan og'rigan kasalliklarni parvarishlashni o'rganamiz va ularda o'tkaziladigan tekshiruv usullari va bu tekshiruv usullariga bemorlarni tayyorlash, abdominal funksiya uchun kerakli ashyolarni tayyorlash, gaz chiqaruvchi naychani qo'yish, jigar komasida shoshilinch yordam ko'rsatish va parhez bilan davolash usullarini bugungi darsimizda o'rganar ekanmiz. Mana sizlar bilan mana bu guruhchamiz qizlari yordamida hozir surunkali gepatit, jigar sirrozi kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni qanday qilib parvarishlashni o'rgandik. Ya'ni rol o'yini deymiz, hamshira va bemor ular asosida chiroyli qilib bu qizlarimiz ko'rsatib berdi. Endi bizani keyingi bugungi mavzuyimizda o'rganadigan amaliy ko'nikmamiz, ya'ni amaliy muolajalarimizdan biri bu nima ekan? Abdominal funksiya. Mana hozir sizlarga nimada ko'rsatdim? Videosini ko'rsatdim. Abdominal funksiya qanday qilib o'tkazilayotgan video lavhani sizlarga ko'rsatdim. Sizlar tomosha qildinglar. Sizlarda tushuncha hosil bo'ldi. Ana endi tasavvur qilinglarki, sizlar o'zingizlar hamshirasizlar va abdominal funksiyaga bemorni nima qilyapsizlar? Tayyorlayapsizlar. Abdominal funksiya degani demak bu qorin bo'shlig'ini teshib, qorin bo'shlig'iga yig'ilgan patologik suyuqlikni chiqarib tashlash degani. Ya'ni bu nima uchun buni o'tyapmiz? Nima uchun bu kerak bizga? Chunki men sizlarga boya aytib o'tdim. Mana boya rasm qaraydi, berib yuboringlar. Endi qaranglar, mana bu rasmda nima belgisini ko'ryapsizlar? Suyuqlik yig'ilgan qorinda. Qon? Qon tomirlari. To'g'ri. Qorin bo'shlig'i shishgan, ha? Bu yerda qaysi simptom, qaysi belgi? Asid belgisi, ya'ni qorin bo'shlig'iga suyuqlikni yig'ilishi. Ana demak, mana shu asidlarda suyuqlik ko'paygan sari qorin bo'shlig'idagi a'zolarni, qon tomirlarini ezishga boshlaydi. Natijada o'sha qorin bo'shlig'i a'zolarinida qon aylanishi nima qilinar ekan? Buziladi-da va bu xavfli holatlarga nima qilishi mumkin? Olib kelishi mumkin. Bemorni ahvolini yengillatish maqsadida, mana shu qon aylanishini, buzilayotgan qon aylanishini oldini olish maqsadida biz abdominal funksiyani nima qilar ekanmiz? O'tkazar ekanmiz. Endi bilasizlar, har bir muolajada ko'rsatmasi bo'ladi va qarshi ko'rsatmasi bo'ladi. Bugungi mavzuyimizda ko'rsatma bu asid, ya'ni qorin bo'shlig'iga suyuqlik yig'ilishi. Har bir muolajada qarshi ko'rsatmasi bo'ladi. Ya'ni qarshi ko'rsatma degani mumkin emas, u muolajani bajarish mumkin emas. Ya'ni qarshi ko'rsatmalardan bu birinchisi qorin bo'shlig'ida, mana biz aytibamizki, qorin bo'shlig'ini oldingi devorini nima qilyapmiz? Teshib, nima qiladi? Suyuqlikni olamiz. Qorin bo'shlig'ini oldingi devordagi yiringli yallig'lanishlar bo'lganda bu muolajani o'tkaza olamizmi? Yo'q. Ana shu holatlarda o'tkaza olmas ekanmiz. Yana keyingi holati bu bemorni og'ir holati. Og'ir ahvoldagi bemorlarga o'tkaza olmaymiz. Yana keyingi qarshi ko'rsatmasi kaheksiya holatida. Kaheksiya degani bu juda ham ozib ketish degani. Ana shu holatlarda va yana qon ketish holatlarida ham biz ham bu muolajani nima qila olmas ekanmiz? O'tkaza olmas ekanmiz. Ana endi bilasizlar, har bir muolajani o'tkazishdan oldin o'zini har bir muolajani o'tkazishda 5 ta etapi bo'ladi. Kim aytadi? Kimlar? Qani, Kumush? Har bir muolajani boshlashimizdan oldin har bir bosqichdan o'tamiz. Bunda birinchi bosqich muolajaga bemorni tayyorlaymiz. To'g'ri. Ikkinchi bosqich esa hamshira o'zini tayyorlaydi. Uchinchi bosqichda kerakli shu muolajaga kerakli bo'ladigan
asbob anjomlarni tayyorlaymiz. Jihozlarni Keyingi bosqichimiz amalga oshirish. muolajani amalga oshirish hamda keyingi bosqichimiz muolajani yakunlash. Ya'ni oxirgi bosqichimiz muolajani yakunlash. Rahmat Kumush. To'g'ri, demak mana shu 5 ta bosqichlarni nima qilishimiz kerak ekan? Amalga oshirishimiz kerak ekan. Qaranglar, shulardan birinchi bosqichini hozir yetdik, bemorni muolajaga tayyorlash. Mana misol uchun sizga shifokor aytdi. Feruza 5-palatadan borib Tolipov Murodni abdominal funksiyaga tayyorlang dedi. Bir kun oldin sizga aytdi, misol uchun. Birinchi navbatda qiladigan ishinglar nima qilasizlar? Bemorni oldiga borasizlar, bemorni oldiga borib muolaja maqsadi, mohiyatini tushuntirasizlar. Ya'ni qanaqa tushuntirasizlar? Bemorga tushunarli holatda va bemorni ruhan tayyorlaysizlar. Chunki qaranglarda, bu qornini teshib suyuqlik olmayapti. Agar birinchi marta amalga oshirilayotgan bo'lsa, bemorda albatta qo'rquv, hayajon bo'ladi. Ana o'shani oldini olish maqsadida ozgina psixologik nima qilishlar kerak? Ko'mak berishlar kerak bo'ladi. Ya'ni bemorga aytishlar kerak. Birinchidan mana shu muolajani o'tkazmasak, sizga o'tkazadigan bo'lsak, sizning ahvolingiz yengillashadi. O'tkazmasak bo'lmaydi va bu muolajani juda ham tajribali shifokorimiz o'tkazadilar. Sizda hech qanaqa muammolar bo'lmaydi va siz mana shu muolajani nima deydi, ishonch hosil qildirishinglar kerak. Nimaga? Bemorda o'sha muolajadan normalniy nima qilish uchun, o'tishi uchun. Ana undan keyin ruhan tayyorlab bo'lgandan keyin, bemorni roziligini olgandan keyin, ana undan keyin biz nima qilamiz? Ertasi kuniga, shu kuni kechqurun tozalovchi kuni o'tkaziladi. Bemorga tozalovchi kuni o'tkaziladi va bemorga tushuntirishimiz kerak. Ertaga ertalab och qoringa muolaja xonasiga kelishini taklif qilishlar kerak bo'ladi. Aytishlar kerak bo'ladi. Ana undan keyin mana muolajaga taklif qilishdan oldin nazorat ostida, demak, sizlar kechqurun klizma qildinglar, ertalab nazoratdan o'tkazdinglar bemorni, arterial bosimi, pulsini, nafas olishlar harakati sonini sanadinglarda, ana undan keyin muolajaga tayyorgarlik ko'rasizlar. Menga Shahina yordam berib olasizmi? Keling. Mana sizlarga har darsda, amaliy darsda qo'linglarga yo'riqlik texnologik xarita beraman. Va mana shu yo'riqlik texnologik xarita asosida amaliy ko'nikmalarni bajarasizlar. Mana hozir Shahina xolam mana shu yo'riqlik texnologik xarita asosida o'rganamiz va hozir ko'rib bo'lganingizdan keyin har bitta talaba chiqib mana shu muolajani nima qilib beradi, ko'rsatib berishlari kerak bo'ladi. Qunt bilan eshitamiz. Mana Shahinaxon boshlaymiz. Men qarab turaman, yordam berib turaman. Bizda birinchi abdominal funksiyani bajarish uchun hamshira o'zini birinchi tayyorlab olish lozim. Bunda hamshira o'zini tayyorlab, shu keraksiz narsalar yechib qo'yiladi va birinchi o'rinda kerakli jihozlar tayyorlab olishimiz kerak. Bunga bizga kerak bo'ladi suyuq sovun, antiseptik kerak bo'ladi, quruq salfetka kerak bo'ladi va bizga perchatka kerak bo'ladi. Biza 6 ta etapda qo'llarimizni yuvib olamiz va boya ko'rsatdik-a, qanaqa yuvilishini qizlar ko'rsatib berishdi, Maftuna ko'rsatib berdi. Ana shunday qilib qo'ylarni yuvasizlar. Yana hozir vaqt ketmasligi uchun aytib o'tamiz va bajarayotganda lekin bajarib ko'rsatasizlar. 6 ta etapda qo'llar yuvilgandan keyin biza shu muolajani bajarishdan oldin perchatka kiyib olishimiz lozim. Perchatkani birinchi bo'lib olib, yaroqlilik muddatini hammasini tekshirib olishimiz lozim. Yaroqlilik muddatlarini tekshirib olganimizdan keyin perchatkani sekin yechamiz, ochamiz va perchatka kiyib olamiz qo'limizga. Endi mana shu biz steril qo'lqop deyapmiz. Chunki bu teri butunligini buziladigan muolaja bo'lgani uchun biz albatta steril qo'lqoplar kiyishimiz kerak bo'ladi. Va shifokor ham qo'llarini shu etaplardan o'tib yuvadi, 6 ta etapda va qo'liga steril qo'lqop kiyishga sizlar nima qilishlar kerak? Yordam berishlar kerak bo'ladi. Endi bu muolajani qizlar hamshiralar bajarmaydi. Bu muolajani shifokor bajaradi. Shifokor bajaradi. Lekin men sizlarga har doim aytaman, har qanday operatsiya, ya'ni jarrohlik amaliyotlari, har qanday muolajalarda shifokor tomonidan bajariladigan muolajalar 50%ni hamshiralar bajaradi. Sizlar yordam berishlar kerak. To'liq hamma narsani tayyorlab qo'yishinglar kerak bo'ladi. Shifokor, hattoki shifokorning ko'zidan bilishinglar kerak, nimani xohlayotganligini qarab turishinglar kerak bo'ladi. Ana kerakli jihozlarni berib turishinglar kerak bo'ladi. Qani nimalar tayyorlar ekanmiz? Bizga kerakli jihozlar tayyorlab olamiz. Bizga kerak bo'ladi
fartuk kerak bo'ladi. Fartuk, sochiq, keyin spirt 70%li, latoklar, steril latoklar kerak bo'ladi, yod kerak bo'ladi bizga. Keyin navakain kerak bo'ladi. Yana bizga anaqa bog'lov materiallar joylashgan biks kerak bo'ladi. Biks kerak bo'ladi. Mana bog'lov material steril latokka solib qo'ydik. Steril latokka solib qo'yamiz va shpris kerak bo'ladi bizga. Shpritslar kerak 5 bo'ladi. grammli Va shpritslar. asosiysi Va nimada? asosiysi Mana shuni olgin qo'lingga, Shahina, qo'lingizga oling. Mana buni otini Troakar ignasi deyiladi. Troakar ignasi. Qaranglar, Troakar ignasi haqida sizlarga ozgina bu igna boshqa ignalardan nimasi bilan farq qiladi? Troakar ignasida ikkita qism bo'ladi. Mana bu qismi nay qismi deyiladi, mana bu igna qismi deyiladi. Bu o'sha hozir abdominal funksiyamizda qorin bo'shlig'ini teshib kirgandan keyin qorin bo'shlig'idagi suyuqlikni chiqarish maqsadida mana bu igna nima qilinadi? Olinadi-da va mana bu joydan suyuqlik chiqiladi. Tushundinglarmi? Buning oti nima ekan? Troakar ignasi deyiladi ekan. Abdominal funksiya uchun mana shu ignadan nima qilar ekanmiz? Foydalanar ekanmiz. Yana kerak jihozlardan bittasi qolib ketdi. Nima ekan? Skalpel. Skalpel kerak bo'ladi. Mana ozgina mana bu ignani ko'ryapsizlarmi? Juda ham qalin, igna, juda ham qalin. Mana bu ozgina nima deydi, osonroq kirishi uchun skalpel yordamida biz nima qilar ekanmiz? Ozgina teri anaqasini kesib butunligini buzishimiz kerak bo'ladi va nima uchun? Mana bu abdominal funksional ignani, ya'ni troakar ignani kiritish uchun. Ana demak, bular kerak jihozlar va tog'oracha kerak bo'ladi. Tog'oracha, sochiq va leykoplastrin. Endi qaranglar, hozir nimani o'rganamiz? Biz mana hozir aytdik, yod spirt dedik. Nima uchun kerak bo'ladi? Zararsizlantirish uchun. Terini zararsizlantirish uchun. Skalpelni aytdim, nima uchun kerak bo'lar ekan? Kesish uchun. Kesishimiz uchun. Bular hammasi qizlar steril latokda, steril o'zini futlari bo'ladi, qobiq bo'ladi. Shundan nima qilasizlar? Ochib, qo'lga tegizmasdan turib tushirishlar kerak bo'ladi. Bular hammasi steril bo'lishi kerak bo'ladi. Va yana demak, bizga mana bu nima uchun kerak bo'lar ekan igna? Suyuqlik chiqishi uchun. Troakar ignasi suyuqlikni funksiya bajarishi uchun. Demak, aynan eng asosiy jihozlardan bittasi hisoblanadi. Tak, endi bog'lov materiallari o'zingizga ma'lum nima uchun kerakligi, demak, tozalash uchun kerak bo'ladi va tozalovchi oxirida bog'lam qo'yish uchun kerak bo'ladi. Leykoplastr nima uchun kerak bo'ladi? Oxirida yopishtirib qo'yish uchun. Bog'lamni tushib ketmaslik uchun, fiksatsiyalash uchun kerak bo'ladi. Va shpritslar nima uchun kerak bo'ladi? Shprits to'g'ri, og'riqlantirish uchun. Mana shuni tortib, yuborish uchun bizga nima kerak bo'lar ekan? Shprits kerak bo'lar ekan. Tashkil shprits kerak. Va tog'ora nima uchun kerak? Yomkis deymiz, idish deymiz. Idish bizga kerak. Qorin bo'shlig'i suyuqlikni chiqarayotganda kerak bo'lar ekan. Mana bu choyshaplar nima uchun kerak edi? Mana buni tegiga solib qo'yish uchun, oqib ketmasligi uchun, Tak. Mana bu nima uchun kerak edi? Tonometr faynoskoplar. Qon bosimini o'lchash. Har bitta muolajani bajarishdan oldin albatta tana harorati, arterial bosimi, nafas olishlar soni, pulsi o'lchanishi kerak bo'ladi. O'sha uchun kerak bo'ladi. Tak, tushunarlimi? Mana bu demak jihozlarni sizlar nima qilishingiz kerak ekan? Tayyorlab berishlar kerak ekan. Bugungi mavzudan nima oldinglar o'zingizga qizlar? Mana shu yerda hozir bajarishi kerak bo'lgan barcha muolajalarni endi bajara olasizlarmi erkin ravishda? Bajara olasizlar. Men ishonaman sizlarga. Sizlar hammanglar bugun darsda yaxshi qatnashdinglar, yaxshi muolajalarni o'zlashtirdinglar. Rahmat sizlarga ham. Meni diqqat bilan eshitganingiz uchun va mana shu muolajalarni to'liq o'rganishga harakat qilganingiz uchun. Bugungi darsimiz shu bilan yakun topadi. Keyingi darsimizda xoletsistitlar, o't tosh kasallarni o'tamiz. Buni ham sizlar bilan nazariy darsda o'tdik. Iltimos, yaxshilab takrorlab o'qib kelasizlar va sizlar bilan eslarda bo'lsa laborator tekshiruv usullarida duodenal zondlashni o'tgandik. Ana o'sha duodenal zondlashni bir marta yana takrorlab kelasizlar. Keyingi darsimizda bir qancha muolajalarni o'rgataman. Sizlarda daftaringlarda har bir darsning muolajalari yozilgan. O'sha muolajaga bitta ko'z yuritib chiqasizlar. Kelganida sizlar bilan yana bir marta bugunga o'xshab o'rganib chiqamiz. Rahmat hammanglarga. Rahmat.